Bizning videolarimizda kommentariyasida judayam ko'p so'ralgan mashinalardan bittasi Chevrolet Nexia 3. Judayam ko'pchilik o'zbeklar bu mashinaga haligacha qiziqishar ekan. Mashina ishlab chiqarilishi to'xtatilgan bo'lsa ham, lekin haligacha ko'pchilikni shu yuragidan joy olgan mashina ekan. To'xtalib o'tamiz ko'pchilikni qiziqtirgan mashinaning plyuslari va minuslariga va 2026-yilda shu mashinani sotib olsa bo'ladimi? Sotib oladigan bo'lsa qaysi modelini men maslahat beraman? Mashinani olgandan keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Nimalari sizni charchatadi, nimalari sizni yutug'ingiz bo'ladi? Hammasiga qo'ldan kelgancha batafsil to'xtalib o'tamiz. Tayyor bo'lsanglar, like bosib qo'yaveringlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Biza boshladik. Chevrolet Nexia 3 O'zbekiston bozorida o'zbeklarning anchasini yuragidan joy olgan mashina. Nima uchun? Mashina ishonchli bo'lib chiqqan. Bizni dunyo qarashimiz bo'yicha bu mashina chiqqanda Nexia'ni davomida bilganmiz, lekin aslini olganda bu Chevrolet Aveo. Ya'ni boshqa davlatlarda Chevrolet Aveo bo'lib chiqqan. O'sha paytda O'zbekistonga kirib kelganda bu mashina uzoqda sanoatda ishlaydigan tanishim bo'lardi. O'sha odam aytgan edi, zo'r mashina chiqadi yaqinda O'zbekistonda. Aveo degan mashina olib keldik test qilish uchun. Testlardan o'tsa, o'shani Nexia 3 qilib chiqaramiz deyishganda men hayron bo'lganman. Endi Nexia model deganda ko'pchilikning ko'z oldiga skromniy, past, ingichkaroq, derskiyroq ko'rinadigan mashinani tushunganmiz. Sizlar ham shunaqa bo'lsanglar kerak, shaxsan men shunaqa bo'lganman. Keyin vaqt o'tib shu mashina ishlab chiqarildi. Birinchi ishlab chiqarilganda Lacetti'ni bir bolasiga o'xshatganman men. Ko'pchilik bu narsani aytgan, kichkina Lacetti'ga o'xshaydi degan. Lekin o'sha odam aytgan edi menga, bu mashina kirib keldi. O'sha boshida chiqqanda 6,5 ming, 7 ming dollar atrofida bo'lgan O'zbekistonda sotilishi. Lekin o'sha aka aytgan edilar menga, bu mashinaning o'zi tan narxi 10 ming, 12 ming dollar chetdi. Nimaga? Mashina saloni aqlli bo'lgan. Chevrolet Aveo'ni aytayapman men, Nexia 3 haqida hali gapirmayapman. Aqlli bo'lgan. Displey, monitor, rul, cruise control, podograf, siddeniya, abduflari bo'lgan, mashinaning cruise kontroli, klimat kontroli, undan tashqari salonlari kojani chiqqan primerlarida. Oddiy pozitsiyasi emas, primerida. Salon detallari sifatli plastikdan bo'lgan mashinaning. Diskalari ham boshqacha bo'lgan, audio sistemasi ancha aqlli bo'lgan. O'shani hisobiga chet davlatlarda narxi baland bo'lgan. Lekin bu mashina o'sha paytda ishlab chiqarilganda O'zbekiston bozor sanoatiga budjetliroq, hamyonbop mashina kerak bo'lgan. Shuning uchun mashinadan ayrim detallar olib tashalgan. Ya'ni o'sha monitor, cruise control, rul, sidenani sovutish, isitish, даже Chevrolet Aveo'da rul elektronli bo'lgan. Bunda oddiy gidravlika qo'yilgan. Mashinaning qisqacha tarixi ko'pchilik buni bilar. Endi ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Sizlarga kerak bo'ladigan 5 ta plyusi mashinani. Mashinaning motori. Ko'pchilik kommentariyada yozibdi, oson bo'ladimi? Ko'pchilik motorini injiq deyapti deb. Yo'q, bu yolg'on ma'lumot. Chunki Nexia 3, Chevrolet Cobalt, Gentra'ning motori bir xil motor. 1,5 atmosferniy nadyojniy motor. Nimagaki bo'lar bo'lmasga muammo qilmaydigan motor. Faqatgina to'g'ri parvarish bo'lsa. Ya'ni Nexia 3 motori kerakli vaqtida o'zini normasidagi moy quyilsa, antifriz, suv aylanish sirkulyatsiyasi to'g'ri bo'lsa, vazdushniy filtrlariga vaqtida qarab yursangiz 300 ming, 400 ming yurib beradi. Sifatli yoqilg'i quyilsa. Shunaqa motorlarni ko'rganmiz, 2 ming, 3 ming yurib taqillagan sifatsiz yoqilg'i quyib qo'yilganda, mana ko'pchilik Qozog'istondan keyin benzinlarni quyib, yeb qo'yganlar bo'lgan boshida shaxsan servisda ko'rganman bu narsani. 1,5 ming, 2 ming yurgan xuddi shunaqa 1,5 atmosferli motor Cobaltda, Nexia 3da, Gentra'da yangi olib, zo'r benzin quyamiz deb quyib qo'yishganda, mashina motor taqillagan. Rezinkaga o'xshab yopishib qolgan. Bu bo'yicha bir paytlar video ham qilgan edik. Mashinaning motori plyusi nimaga bo'lar bo'lmasga muammo qilmaydi. Ustalari tiqilib yotibdi. O'zbekiston hududida usta muammo emas bu motorga. Zapchast вообще muammo emas. Liboy bozor bo'ladimi, avtozapchast sotadigan magazin bo'ladimi, topa olasiz.
Bir narsani bilinglar o'rtoqlar, mashina olayotganingizda qimmat, chet elniki yoki kamyob mashinani ko'pchilik yaxshi ko'radi. Lekin mashina yurib buzilgandan keyin uni remont qilish uchun, unga zapchast topish uchun, unga yaxshi usta topish uchun yugur boshingizga tushgandan keyin o'sha modelni yoqtirmay qolasiz. Bu realniy narsa. Meni ham shaxsan o'zim ukam ham boshidan o'tgan bunaqa narsalar. Qiziqib bir zo'r brendni olasiz, lekin o'sha brendga to'g'ri keladigan zapchastlar, o'sha brendni zo'r tushunadigan ustalar O'zbekistonda bo'lmasligi mumkin. Nexia 3 da buni muammosi yo'q. Motorini hamma yoqda ustasi bor. Bu mashinani birinchi yaxshi plyusi. Ikkinchi plyusi, birinchi plyusga o'xshashib ketadi, arzon xizmat. Mashinaning elektronikasi bo'ladimi, hadovoy chasti bo'ladimi, motor tizimi bo'ladimi, yoki kuzovnoy ishi bo'ladimi? Xizmat ko'rsatish boshqa inomarka mashinalarga qaraganda yoki mana Onix, Tracker, Monzaga qaraganda ancha arzon. Chunki mashina unaqa murakkab mexanizm emas, sodda mexanizm qilingan. Bu narsa o'z-o'zidan mashinada xudo ko'rsatmasin, baribir bu temir har xil nimadirlar, yo palakatlar bo'lib qoladimi, yo har xil vaziyatga qarab buzilib qolishlari bo'ladimi, sizni ortiqcha ovora qilmaydi. Ustasi aniq, zapchast aniq, xizmat ko'rsatadigan odam ham bu modellarni juda ko'p ustalar qo'ldan o'tkazgan ishiga garantiya berib qilib bera oladi. Chunki bu yengil emas. Bu ikkinchi plyusi Nexia 3. Uchinchi plyusi mashinani endi haydashni boshlagan odamlar, pravani yangi olganlar yoki ayol haydovchilar bo'lsa, juda ham haydash udobniy, chunki mashinaning gabaritlari, ingichkaliklari udobniy. Вообще haydashga udobniy. Orqaga yurishga ko'pchilik yosh sho'pirlar qiynalishadi. Bunda unaqa muammo yo'q. Shahar ichida yurganda ham, u yoqdan bu yoqqa o'tishda, shashka qilaman deganda ham mashinaning gabariti вообще zo'r. Bu haqiqatda o'sha Nexia'ga xos bo'lgan modelu, qanaqadir sal boshqacharoq, lekin gabariti jihatdan har qatda zo'r mashina. Yangi shofyorlarga shu mashinani olib turib mazaq haydab o'rganaman degan odamlarga zo'r. Nima uchun? Gabariti zo'r, xizmat ko'rsatish arzon, zapchastlar topiladi. Ertaga nimadir qilib qo'ygan taqdirda ham bemalol tuzatib olsa bo'ladi. Sizni boshingizni og'ritmaydi. Bu 3-plyusi. 4-plyusi mashinani bu xuddi kobaltni metaliga o'xshab yupqa emas, kobaltdan qalinroq, lekin xuddi kobaltni metaliga o'xshab zanglamaydigan metaldan chiqqan. Bu mashinaning juda ham katta plyusi. Bu maza joy. Haqiqatda detal uncha-munchaga zanglamaydi. Misol Lacetti 1.8 li kalinkalar zanglab ketadi. Nexia 1, Nexia 2 li konkretni zanglaydigan mashina. Lekin mana shu Nexia 3 metali juda ham sifatli chiqqan. Bu mashinani 4-plyusi. Siz uchun 5-plyus mashinani dizayni. Ya'ni biz o'zimiz mashinalarni ichida bo'lganimiz uchun sohada tuning qilsangiz yarashadi. Tuning qanaqa? Motor sistemasini ham tuning qilsangiz bo'ladi. Hadovoy chastini ham tuning qilsangiz bo'ladi. Mashinaning ko'rinishini ham tuning qilsangiz bo'ladi. Mashinaga qanaqa diska taqsangiz ham, spoiler taqasizmi, belet lampalar, faralar qo'yasizmi, mashinani kuzovlariga har xil o'zim navorotlarini qilsangiz, mashina cho'tki turadi. Kobaltda bu narsa yo'q. Kobaltda bu narsani qila olmaysiz. Qilishingiz mumkin qaysidir ma'noda, lekin bunga yarashadi. Bu 5-plyusi. Shu o'rinda yana bitta ham plyus aytaman, ham minus, ya'ni sizga xolis maslahat. Men o'zim Nexia 3 haydaganman, mexanika korobkasi. Mexanika korobkasidan ko'ra avtomat korobkasini obro'si juda ham yuqori Nexia 3. Nimagaki, motor bilan korobka bir-biriga zo'r tushgan. Siz mobodo Nexia 3 olib turib, haydab, keyinchalik sotaman deydigan bo'lsangiz, maslahatim mexanika korobka emas, avtomat korobka oling. Chunki mexanika korobkasi mashinaning minusi. Hali bunga to'xtalib o'tamiz. Siz uchun foydali bo'ladi avtomat korobkasi. Bu zo'r haqiqatda. Sizlar uchun qisqa, sodda, tushunarli qilib gapirishga harakat qilaman. Avtoshovot uslubida. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mashinaning plyuslarini juda ham chuqurlashmasdan, chiroyli qilib, tushunarli qilib sanab berdim. Endi mashinaning minuslari. Bu mashina xuddi Gentra, Cobaltlarga o'xshab shum izolyatsiyasi вообще yo'q. Действительно shum izolyatsiya yo'q. Bu mashina shunday chaladigan mashina. GM mashinalari ichida 70-80 tezlikda kelsangiz, shunday chaladigan mashina mana shu bo'ladi. Bu bo'yicha prikollar ham ko'p chiqib ketgan, vaynerlar, blogerlar ko'p prikollar qilishgan. Tez yurdingizmi,
bakovoylardan 3 olib ketadi. Mayli, bu alohida tema, lekin mashinaning shumizatsiyasi vobshe yo'q. Uzoq yo'lga yuradigan odamga shunaqa bilinadi, trassalarda katta tezliklarda boshimdan o'tkazganman bu narsani. Ovoz nikak kirib ketaveradi salonga. Uning uchun mashinani full qilib shumizatsiya qilish kerak. Bu birinchi minusi. Ikkinchi minusi Cobaltga o'xshashli tarafi salon plastiklari sifatsiz. Sifatsiz deganda qanaqa? Juda ham qattiq ovozi bor. G'ichir-g'ichiri juda ko'p mashinani. Yangi Nexia 3 bo'lsa ham mana bozorda pochka salafanda turgan shuni salondan chiqib bozorga olib kelib qo'yilgan mashina bo'lsa ham teylariga g'ishla qo'yib ko'tarib qo'yishgan mashinani olib haydasangiz ham shu kichkina do'ngalikdanmi, yoki politsiyskiydanmi, sal yamadan o'ting, g'ichir-g'ichiri shunaqa asabingizni buzadi salonni ichida. Shuni izolyatsiya qilib ham odamlar to'g'rilolmagan joyi bor. Bu ikkinchi eng asab buzadigan yomon minusi. Himchiska qilamiz biz. Agar ehtiyot bo'lib shu plastik detalni yuvmasangiz, detal kuyib oqarib qoladi. Zo'r nemetskiy ximiyalarni ishlatib maza qilib yuvaman deysiz, plastik shu darajada sifatsizligidan kuyib oqarib qoladi. Ayniqsa deflektorlardagi plastik. Vobshe. Mashinaning xavfsizlik darajasi juda ham past. Bu endi sizlar crash testlarni ko'rib turib, o 5 ball olgan bu mashinada yozishingiz mumkin. Lekin именно Nexia 3 crash test qilinmagan, Chevrolet Aveo crash test qilingan. Unda qo'shimcha himoya yostiqlari bor. Bunda bor yo'g'i ikkita. Ya'ni torpedkadan chiqadigani bor bitta ruldan chiqadi. U ham ishlasa chiqadi. Ko'pchiligida shu narsa brak bo'lgan. Alloh rahmat qilsin, meni og'aynim shu narsadan o'tib ketgan. Nexia 3 haydagan, avariya bo'lgan, podushka ishlamagan. Bu realniy joy jannatda bo'lsa yaxshi inson edi. Bu xavfsizlik darajasi bo'yicha bu mashina past juda ham. O'zingiz uchun bilib qo'yinglar. Hamma Nexialarda bo'lgan kamchilik bunda ham bor. Ya'ni orqa o'rindiq tor. To'g'ri, nisbatan kengroq qilingan, lekin Cobaltga, Gentry'ga o'xshab keng qilinmagan. Orqada o'tirgan odam uzoq yo'lda обязательно charchaydi. Endi mashinani olgan odam faqat yaqin yo'lda yurmaydi-ku, to'g'rimi? Uzoq yo'lga, pikniklarga chiqib qolishingiz mumkin. Oilaviy bir bayramlarda tog'-pog'larga borishingiz yo'q, qaysidir bir ziyoratgohlarga borib, otangizni ziyoratga olib borishingiz mumkin. To'g'rimi? O'sha jarayonda orqada o'tirgan odam charchab ketadi. Bu o'sha Nexialarga xos bo'lgan minuslardan bittasi. Keyin yana bitta minusi, bu mashina Cobaltga o'xshab suvni juda ham yaxshi ko'radi. Salonga suv juda ham zo'r kiradi. Bu narsa shaxsan o'zim olgan mashinada ham bo'lgan, Nexia 3 da. O'zim e'tibor bermaganman shu narsaga. Bilasizlarmi, qatidan suv zo'r kiradi. Sizlar uchun aytib ketay. Ko'pincha mashinani olgan odam mejigar pult qo'ydiradi mashinaga. Mejigar pult qo'ydirganda aksariyat elektrik ustalarimiz mashinani asosiy blok kiradigan mana shofyor taraf shu pastga torpedkani tegish, shuni qarasanglar kriloda shunday simlari bor, blok. Shuni atrofi rezinka bo'ladi. O'sha rezinkadan simni shunday chiqarishadi, o'sha rezinkani cho'tki joyiga qo'yishmaydi. Ko'pincha. Asosan suv o'sha yerdan yomg'ir yog'ganda shuni kirib ketadi. Mo'kadi suv uncha apasni emas bularga. Yomg'ir yog'ganda turgan suv oqib, labo'yda ustidan kuzibdan ichiga kirib, eng qizig'i tegi kiradi deb ishadi gubga. U juda ham yomon sasiydi. O'shaning uchun o'sha narsalarga e'tibor berib qo'yish kerak, u joylarini germetizatsiya qilib qo'yish kerak. Yana bitta katta minusi mashinani hadovoyi. Hadovoyi vobshe kopto. Zavoddan chiqdimi 40 ming, 50 ming yurib berishi mumkin mashina. Bu GM mashinalari ichida hadovoy chasti bo'yicha eng kam yuradigan model hisoblanadi. 50 ming yurdingizmi, ishoning, olib kiring, shuni ko'taringda hadovoy usta bilan ko'ring, mashina hadovoy sochilib ketgan bo'ladi. Ko'pincha bu joyda sizga yaxshi foydali yana bitta maslahat, Cobalt amortizatorlarni perkachga qilib qo'ydirsangiz, mashina har qatda zo'r bo'ladi. Yurishi, yumshoqligi bir karablga o'xshab qoladi. U shaxsan o'zim qilganman, mashinada boshimdan o'tkazganman. Tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deydi. Bu Nexia 3 bo'yicha juda ham ko'p bosh og'riqlari bo'lgan menda. Keyin boshda aytib o'tdim, men mexanika korobkasini haydaganman. Mexanika korobkasini haydaganimda to'g'risi menga rosa kulgili bo'lgan. Chunki skorost ham naqib turardi mashina. Bilmayman nimaga unaqa kulardim, mana shunaqa. Qarasam, skorost shunaqa yurib ket, mashina silta sakrab qo'yardi. 4-pakaliyni gaz qo'yilgan edi meni mashinamga. Qo'yishganda baraka topkir programmistlar bilan gazaviklar proshibkani cho'tki qilib berish olmagandi mashinaga. Chunki yurgan mashina olganman men.
Tasavvur qiling, undan oldin Spark haydardim, Spark mexaniki. Undan o'tiryapman, mashinada endi his qilasiz-ku, Sparkdan keyin Nexia oldim. O'tirib maza qilib haydayman desam, mashina bunaqa yuradi. Tushunmayman, nima bu bunaqa yuradi deyman. Hey, ko'pchilik boshidan o'tgandir. O'tgan bo'lsa bilinglarki, bu narsa prashivkalar noto'g'ri qilingandan bo'ladi. Minusiga qaytaman. Mexanika korobkasi o'zi mashinani motori bilan to'g'ri kelmagan. O'shaning uchun mexanika korobkasini obro'si bozorda ham yo'q. Tsepleniyani bostirib oyog'ingizga olib ketadi. Okajonim, Yandex qilaman, tirikchilik qilaman yoki uzoqroq yo'lga qatnab odam tashiyman deydigan bo'lsangiz, avtomat korobka. Mexanikasi mana shu chap oyog'ini o'ldiradi. Nexia 3 da bilmayman shunaqa tsepleniyani og'ir. Yumshoq hisidan og'ir bo'lib qoladi. Korobka skorsdan skorsga tushayotganda korobka ham qiynaladi. Shunaqa joylari bor. Endi kimda qanaqa bilmadim, chunki juda ham ko'p modelda chiqqan, juda ham ko'p hamyurtlarim bu mashinani haydagan. O'zingiz haydagan mashinangizni o'zingizda plyus minuslari bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsangiz, kirib o'qigan odamga manfaatli bo'ladi bu narsa. O'tirib olib turib, "Kallangga sani" deb qo'yish oson, oldingi videomda aytgandek. Lekin o'zini hurmat qilib turib, hamjamiyatni hurmat qilib turib, yozilgan fikrni ko'pchilik hurmat qilib, rahmatli aytadi. Bu narsa o'ziga ham foyda bo'ladi. Nexia 3 bo'yicha avtoshovoz uslubida o'zim bilgan va eshitgan narsalarimni, ko'rgan narsalarimni oddiy va sodda xalq tilida qilib tushuntirib berdim. Kam ko'stiga rozi bo'lasizlar, chunki men ham insonman. Kam ko'sti bo'lgan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiring. Ko'pchilik meni ismimni so'radi.